Aka? Ha? Turyoq romantikani belga tepma. Abad o'kkanlar. Adasi. Ha, Fatima, Zuhra yana adashtirdim. Hey, men ishga ketdim. Senga ishga ketdim deyapman. Erim bunda erkalab, silab, siypalab ishga kuzatish ham bilmaysan. Taxta. Voy, yo, men spon yoqishingni qara. Men seni bilmasam ekan, Fatih. Fatihni hozir chaqirib yuboraman. Yana ovqat patma pes qildimi? Nimaga oyijon? Qo'li shunaqa ham bemaza bo'ladimi? Aytib qo'ying, oshxonaga vaqti yaqinlashmasin. Dovdir. Xo'p, oyijon, boshqa ovqat qilmayman. Voy, oshxonaga yaqinlashmasin, damini olsin demoqchi edim-da, qizim. Shuncha o'lib sipirgan joyimga yana musir qolsami? Bor tur yo'qolgin jipiriq o'zing eshiging tagida o'yna. Ol kaptagini ham. Baraka, kim urdi? Mashimi? Tinchlikmi? Qaysi biri? Xo'sh. Mol oldimga tush sharmanda qilding. Ergash aka. Ha. Salonga borib keling. Yomon charchaganman, akam mashinasiga chiqib olgin, tashab qo'yadi. Pishirib qo'yibdim, men senga bekorchimanmi? Bundoq qilib o'tir. Sen nima jipillab chiqib olding? Qanaqa gapni tushunmaydigan besan, tish bu yoqqa, tish. Bor yo'qol. Namuncha qo'polsiz, pochcha. Biling, yana yeb qo'ydim. Uchta qizdan keyin o'g'il tuqqaning zo'r bo'ldi, onasi. Ayniqsa siz bilan Oyjonning oldida tilim uzun bo'ladigan bo'ldi. Baraka topkur yupatchim, boshqa chidolmayman. Voy kelin, bolangizni doshi quloqimni teshib boshim og'ritvordi. Voy Oyjon, o'g'il bolani ovozi shunaqa baland bo'lar ekanda. Faqat bizni xotin o'g'il tuqqan, bundan boshqa hech kim o'g'il tug'magan. Olib keldingizmi? Ha, mana. Ha, nimani yashirib olib kirib ketyapsan? Yo'q, oyi, nevarangizga kasha. Xotining emizsa bo'lmaydimi? Namuncha kasha tashiding? Voy Oyjon, o'g'il bolani ishtaha shunaqa karney bo'lar ekanda. Voy, yaxshi ham shu kelin bitta o'g'il tug'ibdi, agar 3-4 ta o'g'il tuqqanda ko'timizga tepib yuborar ekanda. Dadasi? O'g'il tug'sang mashina olib beraman degandingiz, esingizdami? Ha, oldin prava ol. Hoy. Men shu ahvolimga hozir qanaqa prava olaman? Bir kam endi bir kamaz bola bilan avtoshkolaga qatnashim qoluvdi. Ha, hech qatga qatnash shart emas. Mana Yodla uz ilovasi orqali uyda o'tirgan holda bemalol imtihonga tayyorlansa bo'ladi. Yo'q-e? Avtomaktab bo'limiga kirib, o'zingga yaqin avtomaktab tanlasang bo'ladi. Hamma imkoniyatlar ochiladi. Bundan tashqari oktagon bo'limiga kirib, o'zing bilan kim birinchi savollarga to'g'ri javob berishdan bellasang ham bo'ladi. Yana bitta zo'r tomoni avtomaktab bo'limidan amaliyotchi instruktorlarni band qilsa ham bo'ladi. Va shu xotiningga mashina olib berib to'g'ri qilding-a, ozgina qulog'imiz tinchidi. Ha, gapirmang. O'g'il bola unaqa bo'lar ekan-ta. Bunaqa bo'lar ekan-ta. Do'rib ezib yoruvdi. Dadasi qachon usta chaqirasiz? Ha, ustani nima qilasiz? Yaqinda remonti tugatdi-ku. Yo mashinagami? Yo'q-e, o'g'lingizga sunnat ustasim. Shirin bola, shakarim bola. Dadangga aytib qo'y, yoshiga yarasha qiliq qilsin. Oyingga aytib qo'y, o'zini olmasin. O'g'lingni xonasidan topib oldim. Ichyapti shekilli-ya. Aytib qo'y, agar yana bir marta ko'rsam o'tiradi. Ha? Uyda chiqatga chiqmasdan. O'g'lim, tez qaraver, yugur. Ha? Oyi, tinchlikmi? Dadangga ayt, hozir serialim boshlanadi. Pulni bersin. Ma, o'zing berib qo'y. Men qara, men xotiningga aytib qo'y, kechqurun sekinroq baqirsin. Bo'lmasa nevaralaringizga aytib qo'ying, vaqtida uxlasin. Oyingga aytib qo'y, arazlamasdan joyida yotsin. Dadangga aytib qo'y, xohlagan joyimda yotaman. Voy, taksiga ketmay tursin, narsam topib ketibdi. Oyingga ayt, o'zi shoshilyapmiz, kech qolamiz. Uydagilaringizga ayting, tortishormasin. Oyi, keliningizga ayting, vobshe aralashmasin. G'opporga bularga ayting, hammasi tez mashinadan tushsin. Mayli uka, yaxshi yetvar. Oyimga salom aytgan. Po'pocha. Menga qara, nima ukang bilan quchoqlashib xayrlashyapsan? Nima qilib dadasi ukam-ku? Ha, ukang bo'lsa quchoqlaverish kerakmi? Katta bo'lib qopti-ku. Bo'yi. Mana kenay kartoshkangiz. Rahmat. Ha, mashinadan Yo'q demang, oling, jonim. Rahmat. bu yoqqa kelsan, jonim dedingmi? O'man sen o'ldiraman, shundaymi? Men sizga nima qildim aka? Uzra. O'ldingiz endi, qamaldingiz.
Ho'la be. Hozir. Voy, dadasi. Ha? Sen shunaqa begona erkak kishi chaqirsa likkillab darvozani ochib yuborasanmi? Xo'p, uzr. Och, begona dedim. Ha, Mahmudchimi? Bo'ldi, buni olamiz. Siz bu yoqqa yoting, xo'jayingiz chiqib turadilar. Chiqib turing. Xo'p. Doktor, ish qilib bormaydimi? Bo'ldi, kerak emas. O'zim olaman tishini. Voy, dadasi jinnimisiz? Hech nima qilmaydi, aql. Bu yoqqa bering, o'zim olaman. O'zingizni oling. O, mana oson ekan u. Yo'q, yaxshi, faqat boshqa tishini olish kerak-da. Fatih. Zuhra. Garaymisan, nimaga qaramaysan? Yana adashtirdingiz-da, qaynajon. Yo'q. Voy, nimaga ajrata olmaysizlar? Fotima Zuhra bir xil bo'lgani bilan xarakteridan ajratmasanglar bo'ladi. O'shada oyijon. Xush. Fotima g'irt olsa, Zuhra sal jirtirroq. Sardor aka yarashibdimi? Ha. Sizlar ha deb adashmasligingiz uchun oxirgi xil kiyim oldik. Endi ajrata olasizlar? Ha, Fotimaniki gulli, Zuhraniki atlas. Fotimaniki gulli, Zuhraniki atlas. Fotimaniki gulli, Zuhraniki atlas. Ko'zingga qarasang bo'lmaydimi? Ha, ish qilyapman-da. Nima deyatdim? Ha, Fotimaniki atlas, Zuhraniki gulli. Hormat. Ay, tavba qildim. Ha, o'zing noma Fotimani adashtirmadimi? Yo'q, men Toningni ko'tarma. Ana ilon siningga o'xshab jirrillaysan. o'sha ilon Zuhramanman. Da. Ha, yo'q, hazillashda mana toshbaqaman. Kelin, darsingizni biznikida qilyapsizmi? Fotimaman. Ha, sen o'lib qolsang dars qilmasding. O'shanga hayron bo'ldim-da. O'qituvchiman-ku, sertifikatga tayyorlanmayman. Uyda tayyorlanasanmi? Ana undan ko'ra premium o'quv markaziga bor. Faqat shu yerda maktab, kollej, oliygoh ustozlarini ham maxsus imtihonga tayyorlashadi. Arab tiliga 7 yoshdan qabul qilinadi. Eng asosiysi qizlar va yigitlar uchun alohida ustozlar dars berishadi. Rus tili o'qituvchisi Moskvada o'qib kelgan. Har oyning 3-yakshanba kunlari mock imtihonlari bo'lib o'tadi. Meni ham o'qitasiz, tushundingizmi? Bo'pti, adasi, men o'qishga ketyapman. Aha, Bo'pti. To'xtang, pul bermaysizmi? ha bu sani xotining ekan. Sizga. Yo, saniki. Aka, to'xta. Aka, anu qo'nqi kuyovingiz meni urib, uydan haydab yubordi. Nima? Hozir men borib uni. Kuyovingiz oldiga borishingiz shart emas. Ha? Qo'lingizni oling. Uzr, yomon tegmadimi? Uyingizga ekanmi, chuqur ko'rsin. Yo'lkiraga puling bormidi? Yaxshi yetib oling, kennoya. Oyi, bekor qaychi quda bo'lganmiz. Nuqul qudalar bir-birimizga qarab ish tutamiz. Nima, xalaqit beribmanmi? Yo'q, mazza-yu, prosta san kelganingda keling ketishi yomonda. Shalpaymasdan tush oldimga. Quda? Hoy quda. Kelinglar, oyi. Quda xola. Ha, quda. Qizimizni sizga mushoq urish uchun bergan ekanmiz-da. Oyi. Ha, biz ham qizimizni koptirga o'xshab tepishinglar uchun bergan ekanmiz-da. Qitig'lama. Voy quda, o'rgilik hazillashaman-da. Qani kelin, bitta choy damlang-chi. Mayli, qo'ying, bizani kelin damlab beradi. Bora qoling, kelin. Boshlandi. Keldingmi? Mendan xafamisan? Aka, voy, oshxonani ahvolini qaranglar. Men qizlik davrimda chinni chiroq qilib olib o'tirar edim. Ha, Sardor aka, men ham uyga borganda ko'rdim oshxonani, qo'rqib qochib chiqib ketdim. Keling bo'ladi, sani qaynasing. Xullas o'zinglar hal qilinglar. Choy qani endi? Quda xafa bo'lmaysiz, kelinim sal beparosatroq-da. Voy quda, sirayam xijolat bo'lmang. Meni kelinim siznikidan battar, g'irt mol. Voy quda, shunaqa aqlli, shunaqa chiroyli qiz tarbiya qilgansiz. Sizga ming rahmat. Voy aylaning quda, voy sizni qizingizni ta'riflashga til ojiz. O'ynoning, sassiqcha. Bo'pti, opa, yaxshi yetib olinglar. Voy quda, kenja o'g'lingizmi? Ha, buni ham uylantirishimiz kerak, qiz qidiryapmiz. Voy, meni kichkina qizim ham yaqinda o'qishda bitirdi. Yo'q, faqat bu emas. Shu g'alat takchi ko'zing jonimga tegdi. Yana nima qilging kelyapti? Aytdim-ku, menga yoqmaydigan ishlarni qilishingizni xohlayapman. Hazillashma. Rostdan sizdan kalta yegim kelyapti. Rahmat. Keyin qamalib ketay-a? Tezroq bo'ling, bola talab qilyapti. Ha, bo'pti. Shu ham urushmi? Mujikka o'xshab chekkanga tortib yuboring yoki shunaqa o'darib bering, qaytib tura olmay. Xo'p. Ha, kuyov bola, kuchingiz ko'payib qoldimi? Voy dadasi, asabiylashmay, sizni qon bosimingiz oshib ketadi. Ha, turqay qursin sana. Qo'ling akashay bo'lgur. Kuching qizimga aytdim, boshingiz bitta soyimi shu bilan. Yo'q, sizlar noto'g'ri tushunyapsizlar. Men emas, bu o'zi gapir.
uydagilarimga baqirib to'q qilishingizni xohlayapman. Nima? Aytdim, menga yoqmaydigan ishlarni qilishingizni xohlayapman. Sen taksi ko'zmas jinni bo'lib qolgansan. Ha, urdim, nima edi? Kerak bo'lsa tepaman. Dal. Bo'ladimi? Adamni yoqqasidan olganingizda yana ham zo'r chiqardi. O jinni nima o'rtoqlarimni chaqirtirdi endi? Ularni oldida mazza qilib ustimdan kulib yerga urishingizni xohlayapmiz. O sani toming. O'rta tezlashinglar vaqti yo'q. O'zim ham bunga emas, ana o'rtog'i Nappiga uylanishim kerak edi. Yana. Aha. Turishini qaraman, mana basharani. Oyog'i ham pishig'may. Lekin o'rtoq haqiqatan ham zo'r narsa aytdi. Men sani uchun ataylab do'kondan olib keldim. Gazak semishkasi. Buni chaqsang taksi ko'zing ham esimdan chiqib ketadi. Gazakdan yaqinda yangi mahsulotlar ham chiqdi. Omading kelsa buni ichidan $5 pul ham chiqib qolishi mumkin. Rostdan zo'r ekan. Ay, yana boshlandi. Uf, yana nima qilging kelyapti? O'rtoqlaringiz bilan dachaga 10 kunga ketishingizni xohlayapman. Hali ham turmadimi bu? Keling! Voy, uzr oyijon. Ha, o'lib qoldingizmi? Soat necha bo'ldi? Ha, oyi, nima qilib to'xlasa soat endi 11 bo'ldi-yu. Nima? Ha, uydagi ishlarni o'zingiz yugurib tursangiz ham bo'ladi. Chaqirib qolganingiz yo'q. Qanday qon yurishadi-da? Voy, tush ko'rmayapmanmi? Ha, unaqa qarayapsiz. Sezmaganimni qarang. Ko'ylagingiz eskirib qopti-yu. Sirroshni yangisini olib beraman. Voy, shart emas, adasi hali yangi-yu. Topganim sizniki onajonisi. Aytgancha, telefonim bir maza qilib tutasizmi? 0404. O'rtoq bo'la qol, ketdik choyxonaga. Nima? Choyxona? Hech qayerga bormayman. Xotinim bilan uyda o'tiraman. Supuravering. Bunaqada kurukdan ajrab qolasan. Menga o'rtoqlaring ham, kuruging ham bir tin. Hammang kopeykasanlar. Va shu meni qaytib chaqirmalaring. Pashol. Yuring. Onajonisi bo'la qoling. Tinchlikmi, adasi qatga? Ha, oyizni. Yo'q-e. Oyijonimizni ko'rib kelamiz. Voy, kecha borib keldim-ku. Yana boramiz. Har kuni boramiz. Yaxshi uyga olib kelaylik, biz bilan yashaydilar. Bolachi. Bolalardan umuman xavotir olmang. Ularni Dream School maktabiga beramiz. Dream School? Ha, zo'r maktab. Hozir birinchi rus va o'zbek sinflariga qabul boshlangan. Yangi o'quv yilidan 5-6-7 sinflar uchun ham rus sinflari ochiladi. Eng zo'r tomoni ot choptirish va kamondan o'q otish bo'yicha ham darslar davom etyapti. Ingliz tilidan sertifikatga tayyorlab xorijga o'qishga ham yuborishadi. Adasi, rostdan haydoringmi? Haydagingiz kelib turibdi-yu. Bitta bosing. Indamizku to'g'rimi? Endi cheresur, lekin indamagan sari vash o'zingdan ketding, boshga chiqib qolding. Stop! Bo'ldi. Prankida. Ishondingiz-a? Bu temir topiladi-yu. Ketdik.